Ajabmas sizlar chiqib qolsa. Bir xum oltin topildi. Bir xum oltin tasavvur qiling. Siz go'r kovlaysiz, qabr kovlash paytingizda sizga bir xum oltin chiqdi. Nima qilgan bo'lar edingiz? Izohlarda qoldiramiz kanalimiz mehmonlar. Namanganda shunday holat yuz berdi. Namanganlik akalarimizni quvonchiga sherigimiz bir xum oltin topishdi. Ko'zi ham butun chiqishga Ko'zi ham katta ekan-a. Dun so'z mashina chiqib qoldi bo'ldi sen. Sindirib qo'yish yo'q-a? Allohning irodasi bilan, hazil bilan ko'zi chiqib qolsa-chi, ko'zi chiqib qolsa desak, rostdan ham ko'zi bor ekan buni. Sindirib qo'yishingiz. Biqirog'ini sindirib qo'yamiz bilmasdan. Assalomu alaykum. Sindirib qo'ymashingiz. Amurjon? Ko'zi chiqib qolsa. Kengroq qilaver. Ha. Tolisi ichidan ajabmas sizlar chiqib qolsa. Ochib olamizdan og'zini. Chiqaman yana chiqib qolib nima xizmatingiz desa, shingiz? Vo. Bilet parchacha bor ekan-a? Ha. Sakkizga shart qo'yib qo'ydi. Mana yon atrofini qolyapmiz. Voy, nimasi bo'lishi mumkin? Banda. O'shanda to'qilayotgan. Banda bo'lishi mumkin. O'shaydi bor. Muzeyga banda bo'lishi mumkin. Ma'murjon deb ham aytilaring, nima? Qabristondan ko'za topib oldik. Sekin urma, alina qilib ol, ishqa bor, shunaqa qilib. Urma, bandani sindirib olasan. Kattaroshganda ashuna mana sinmas ekan. Lekin qachongi muzeyga borib topshiramiz. Illa chiqdi. Va